O'ylab qarasam, necha yildan beri muzray uzuvlarimni yechmay taqaverarkanman. Keyin yugim kelib qoldi. Taralux bilan shu kir bo'lib ketgan zray uzuvlarimni yuvib, yaltillatib tozalab edim. Uzuvlarimni yechib yuvishga tayyorlayapsam, xo'jayinim Madina bu tillalaringni eritib yormaydimi dilli. Atajonisi, bu mahsulot oqartirish va dog' kirlarni ketqazirish xususiyatiga ega. Ishonmasangiz men yuvay, siz uzating dedim va uzuklarimni idishga solib, ustidan 1-2 tomchi Taralux geldan tomizib va undan keyin kislorodni очистительниdan sovurdim. Ko'rib turganingizdek 60 gradusda qaynab turgan suvni solib va reaksiyaga kirishgach, zray uzuvlarimni toza suv bilan chayib oldim. Qarab turibsizki, uzuvlarim yengidek bo'ldi. Xo'jayinimga bu mahsulot hech qanaqa zarar bermaydi. Hattoki o'zingiz kiyib yurgan kiyimlarning dog'ini, idish tovoqlarni ham yuvsa bo'ladi, faqat qaynoq suv solish kerak dedim. Ko'rib turibsizki, uzuklarim yaltillab chiroyli bo'lib ketdi. Tayyorlagan videoyim siz uchun yoqqan bo'lsa, menga obuna bo'lishni unutmang.